yarashab oladi. Kasallikni dori-darmon bilan, yaxshi e'tibor bilan tezda davolash mumkin. Ammo aholini qiynayotgan muammolarga yechim topish anchayin mushkul masala. Xuddi ana shunday xayrli ishlarga bosh qo'shib, o'tgan noyabr oyida ham Millar jamoasi respublika bo'ylab bir qancha ijobiy natijalarga erishdilar. 3-noyabr Sirdaryo viloyati Xavas tumanida ko'p qavatli uy atrofidagi loy ko'chalar muammosi bartaraf etilib, ta'mirlandi. Shu darajada loy bo'lib ketardiki, shu darajada suv bosardiki, hatto podyezdlarimizning ichigacha suv kirib ketardi. Yurishga qiynalardik juda ham. Qilingan remontda fasadlari yarmigacha bo'lgan, haligacha tarnovlar qo'yilmagan. Fuqarolarning muammolarini o'rganish uchun yetib kelgan mas'ullar muammolarni shu yerning o'zida bartaraf qilish uchun ishlarni boshlab yubordi. Demak, Millarda yana bir natija. 3-noyabr Farg'ona viloyati Quva tumanida eski simyog'ochlar yangi beton ustunlarga almashtirildi. Mana shu baland ustalbalarni ko'rib rosa xursand bo'lib ketdim. Necha yillardan beri orzu qilardik. Mana endi orzuyimiz ushaldi. Mana elektr simlarimiz kelib qoldi, ustalbalar baland bo'lib, bolalarimizdan ham xavfsiramaymiz. Bir ham xursand bo'lyapmiz. Endi hammani uyi ustalbadan chiroq tortilgan, ko'chalar yorug', qo'g'may yuramiz. Millarga rahmat, katta rahmat. Ustalbalar bo'ldi. Biz buni ko'rib hammamiz xursandmiz. Millarga rahmat. 8-noyabr Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Sohibkor ko'chasida ta'mirtalab simyog'ochlar o'rniga yangi beton ustunlar qo'yildi. Sinib tushib ketadimi deb ham qo'rqaman. Yozgi kunida xolodilnik ham ba'zida напряжение kamligidan o'chib qoladi, ishlamaydi, go'shtlar sasib qoladi bu yerda. Xolodilnik umuman ishlamay qoladi. Oradan 40 kunga yaqin vaqt o'tib, aholi tomonidan yana bizga qo'ng'iroq bo'ldi. Berilgan ma'lumotlarda aytilishicha, elektr simyog'ochlar bilan bog'liq muammolar ijobiy hal etilibdi. Demak, Millarda yana bir natija. Sizlarga ming rahmat. Kelib ketganinglardan keyin katta o'zgarish bo'ldi. 11-noyabr Toshkent shahri Uchtepa tumani Oqtepa mahallasidagi suv quvurlari muammosi ijobiy hal etildi. Territoriyasida uyiga kirgan ventili bor. Uyda bu narsa bo'lsa, mana bu yerdan o'chiriladi. Kechigunda shlakoblok tushirib yuborishdi, ventilga cho'p qoqib ketishdi hozir. Trubani ustiga o'sha fundament qo'yish mumkin emas. Suvni ko'ryapsiz mana. Ustidan buldozer yuryapti u yoqqa bu yoqqa. Bugun esa manzilga qaytganimizda suv quvurlari bilan bog'liq muammolar ijobiy hal etilganligiga guvoh bo'ldik. Rahmat sizlarga. Yaxshi ham bor ekansizlar. Pajlarni kirib bu yoqqa o'tdi. O'sha kerak edi. Foyda bo'ldi. 26-noyabr Sergeli tumani Xonobod mahallasidagi qarovsiz yerlar bolalar maydonchasiga aylantirildi. Ilgari suv o'tgan, keyin musorxona edi. Uni kimdir sotib olgan, kimdir oldi, mana o'rab qo'ydi. Hozir it bozor bo'lib yotibdi. Hozir o'shatdan shunaqa itlar keladimi kechqurun mahallamizga. Bugun esa manzilga qaytganimizda kutilganidek ushbu joydan bolalar maydonchasi qad rostlaganiga guvoh bo'ldik. Demak, Millarda yana bir natija. Sizlarga kattakon rahmat. Shunchalik keldinglar, hammaga bizani xalqimizga bolalaringiz yordam berdinglar. Yurting oldida eng oldi obro'li yigit bo'lib yuringlar. Xudo ishlaringizga baraka bersin. Avvalo sizlarga rahmat. Shunchalik shu musor bo'lgan joylarni obodonlashtirish uchun bizga katta yordam berdinglar. Kanalinglar bundan ham gullab yashnasin. Hammanglar tan joninglar sog' bo'lsin. Bundan zo'r ishlar qilishinglarga ishonamiz. Milliy telekanali Millar dasturi ijodkorlari aholini qiynayotgan muammolarni o'rganishda, ularga yechim izlashda va albatta natijalar qilishda davom etadi.